Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl khamis ashara. 15 fasl. Mu'natu tolibil ilmi minat tasanif. Mu'natun deb biz zaxira, oziq-ovqat jamlanmasiga nisbatan ishlatamiz. Ya'ni bir ozuqa sifatida tushunsak bo'ladi. Talib ilmning tasonif yozilgan, tasnif etilgan kitoblardan oziq-ovqati, zaxirasi, ozuqasi. Ya'ni bu yerda muallif rahmatullohi alayh o'zlari tasnif etgan kitoblarini talib ilmlarga qanchalik zarur ekanligini, qaysi maqsadlarda lozim ekanligini ta'kidlab o'tadilar. Bismillahirrohmanirrohim. Va alayka. Alayka bu ham ismi fe'l hisoblanadi. Ya'ni ismi fe'lil amr, ya'ni fe'li amri tushib qolgan, ismga aylangan bir holat. Ilzam alayk deb tushunsak bo'ladi. O'zingga lozim tutgan deb. Ilzam degan buyrug'i tushib qolgan. Ilzam alayka bi kitabi minhajil muridin. Ana endi bu yerda sen o'zingga ey bolaginam minhajil muridin degan kitobni lozim tutgin. Fa innahu yuallimuka suluk. Chunki bu kitob senga sulukni ta'lim beradi. Suluk ya'ni tasavvuf yo'lini, tariqat yo'lini senga ta'lim beradi. Minhajul muridin degan kitob bu katta hajmdagi kitob hisoblanadi. Tasavvuf ahli orasida juda ham mashhur. Hozirgi zamonaviy nashrlarda Minhajul qosidin nomi bilan ham mashhur bo'lgan kitoblardan biri. Faj'alhu jalisaka va muallimak. Va uni sen o'zingga hamroh va ustoz qilib olgin. Va talammah kitaba Soydil Xotir. Ana endi sen bolaginam Soydil Xotir degan kitobga ham bir nazar tashlab qo'ygin. Talammah, ya'ni bir nazar tashlab qo'ygin. Fa innaka taqa'u bi waqi'atin tuslihu laka amra dinik va dunyak. Fa innaka taqa'u bi waqi'at, chunki sen bu hayotda ko'plab voqealarga duch kelasan. Shunda tuslihu laka, u kitob senga diningning va dunyoingdagi ishlarni isloh qilib, to'g'rilab qo'yadi yoki dining va dunyoviy ishlaringda senga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Va tahfaz kitaba jannatan nazar, va jannatun nazar nomli kitobni yodlab olgin. Fa innahu yakfi fi talqihi fahmika lil fiqh. Chunki bu kitob, shu jannatun nazar kitobi senga fiqh borasida fahmingni takomillashtirish uchun kifoya qiladi. ومتى تشاغلت بكتاب الحدائق أطلعك على جمهور الحديث. Ana endi sen qachonki Hadoiq nomli kitob bilan mashg'ul bo'lsang, shu kitobning mutolaasini qilsang, senga u kitob jumhurul hadis, hadisning jumhurini, eng ko'p rivoyat qilingan hadislarni senga ko'rsatib beradi. وإذا التفت إلى كتاب الكشف أبان لك مستور ما في الصحيحين من الحديث. الكشف degan kitob bor. Kashful mushkil degan nom bilan ham mashhur. Bu kitob Sahih al-Buxoriy bilan Sahih Muslimning sharhlaridan biri hisoblanadi. Juda ajoyib kitoblardan biri. Mana shu kitob bilan mashhur. Agar sen shu kashf kitobiga e'tibor bersang, bu kitob senga hadisdagi ikki sahihayndagi sirlarni yoritib beradi. Shu kitobdagi sirlarni senga ochiqlab beradi. ولا تتشاغلن بكتب التفاسير التي صنفتها الأعاجم وما ترك المغني وزاد المسير لك حاجة في شيء من التفسير. Ana endi ey bolaginam, sen boshqalar yozgan tafsir kitoblari bilan mashg'ul bo'lmagin. Chunki وما ترك المغني وزاد المسير لك حاجة في شيء من التفسير. Shu al-Mughni bilan Zadul Masir nomli tafsir borasidagi kitoblar senga tafsirdan hech bir hojatni mataroka qoldirmaydi. Ya'ni shu kitoblarni o'qisang, demak senda hadis tafsir borasida
biron bir hojat, sen muhtoj bo'ladigan narsa qolmaydi. وأما ما جمعته لك من كتب الوعظ فلا حاجة لك بعدها إلى زيادة أصلا. Endi sen uchun men jamlab qo'ygan vaz nasihat kitoblariga kelsak, ularni o'qiganingdan so'ng ba'daha boshqalarini ila ziyadatin, boshqalarini o'qishlikka aslo senda hojat bo'lmaydi. Demak, albatta talab ilmlar bu kitoblarni topib o'qib ko'rishligi lozim bo'lgan kitoblardir. Al-fasl as-sadis va 10, 16-fasl. Mudaratul xalqi wal uzlatu. Mudaro deb biz muomala qilishlikni tushunamiz xalqqa nisbatan. Demak, insonlar bilan muomalada bo'lishlik va uzlat. Uzlat esa insonlardan xoli qolishlik. وكن حسن المداراة للخلق مع شدة الاعتزال عنهم. Ey bolaginam, insonlarga nisbatan yaxshi muomalada bo'lgin. Hasan al-mudarati, ya'ni muomalalarning yaxshisida bo'lgin, yaxshi holatida bo'lgin, yaxshi muomalada bo'lgin. Qanday? Ma'a shiddatil i'tizali anhum. Bu yerdagi ma'a biz bilamiz, ma'aning zarfiya va haliya ma'nosidagi turlari bor. Bu yerda ma'a haliya hisoblanadi. Ya'ni ulardan uzoqroq yurishlik bilan bir qatorda, ulardan uzoqroq turishlik bilan birgalikda mahluqotlarga muomalada yaxshi bo'l, yaxshi muomala qilgin. Yoki bo'lmasa, insonlarga yaxshi muomalada bo'lgin va shuningdek ulardan uzoqroq ham yurgin, ulardan uzoqroq yurgin deb ham tushunsak bo'ladi. Fa innal uzlata rahatun min khulata'i su'i va muqbiyatun lil viqar. Chunki uzlat, ya'ni insonlardan uzoqroq yurishlik yomonlarga aralashishdan bir omonlikdir. Rohatun min khulata'i su, yomonlarga aralashishdan bir rohatdir. Va mubqiyatun lil vaqar, va viqorni, ya'ni obro, martaba, e'tiborni saqlab qoluvchi narsadir. Fa innal wa'iza xossatan yanbaghi lahu an la yura mutabazzilan wala mashyan fi suqi wala dahikan. Va xususan voizlarga kelsak, ular albatta insonlarga bir beparvo holatda ko'rinmasligi va bozorlarda yurmasligi, ya'ni bozorlarda yurgan holatda mutabazzilan deb bizlarga beparvo, bir yengil tabiat bo'lib yurmasdan, vala dohikan, kulib yurgan holatda ko'rinmasligi lozim. Nima uchun? Liyahsuna bihi zon. U haqida, voiz haqida gumonning yaxshi bo'lishligi, insonlarning unga chiroyli gumonda bo'lishligi uchun mana shunday qilmasligi lozim. Ya'ni yengil tabiat yoki bir beparvo holatda, bozorlarda yurgan holatda, kulib yurgan holatda ko'rinmasligi lozim. Natijada fayuntafa'u bi maw'izihi va natijada mana shu insonlarga yaxshi gumonda bo'lsa, uning mav'izasidan ham manfaatlanadi insonlar. فإذا اضطررت إلى مخالط الناس، يعني فإذا اضطررت إلى مخالط الناس فخالطهم بالحلم عنهم. Agar sen endi insonlarga aralashishlikka majbur bo'lib qolsang, ularga halimlik bilan, yumshoq tabiat bilan aralashgin. Fa innaka in kashafta an akhlaqihim lam taqdir ala mudaratihim. Chunki agar sen ularning xulqlarini bilganingda edi, agar senga ularning xulqlari kashf bo'lganda edi, sen ularning muomalasiga hech ham toqat qila olmasding debdilar. Allohu a'lam va a'lam.